3 xona, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Uchtepa Avenue Novostroykasidan sotilayotgan uyimizni obzor qilamiz qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismi, televizorning zona, o'zini konditsionerlariga ega. Choy ichib o'tirish uchun stol shart-sharoitlar qilingan. 9 qavatli Novostroykamizda 7-qavatida joylashgan. 55 talik smart televizorlar o'rnatilgan. Qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Kirush-prixoshkamiz bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu uyda kim bilan yashaganlar kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Bu yoqda o'zini razdelni joylashgan sanuzel qismlarini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Xonadonimiz did va sifat bilan avtorskiy dizayndan noldan remont qilingan. Kirush koridorimiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. O'zini garderobni shkoflariga ega. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel jihozlar joy-joyiga joylashtirilgan. Umumiy maydoni 63 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz narxini $99,000 so'raymiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisiyaniyada telefon raqam qoldirdim.